Eng qiziq menga yoqqan joylaridan bittasini aytib beraman. Hech qachon deydi odamlarga o'zingizni muammoingizni borib gapirmang deydi. Chunki nimaga desangiz, avvalambor insonlarning hammasini eng birinchi o'rinda o'zini muammosi qiziqtiradi deydi. Sabab deydi, tishi og'riyotgan odamga borib turib, sizni o'g'lingiz olib kelgan ikkisini gapirsangiz, u umuman eshitmaydi u narsani deydi. Chunki uni tishi og'riyapti deydi. Uni birinchi o'rinda o'zini muammosi qiziqtiradi deydi. Bu to'g'ri aytadi. Odamlarning eng birinchi o'rinda o'zini muammosi hal qiladi. O'shaning uchun hech qachon birovga borib o'zingizni muammoingizni gapirmang deydi. Muammo qanaqa qilib nimadan boshlab gapiriladi desangiz, muammo shunaqa boshlanadiki, Dale Carnegie chiroyli qilib tushuntirib beradi. Aytadiki, "Men deydi, qulupnoyi yaxshi ko'raman" deydi. Klubniku со сливками, qaymoqqa botirilgan qulupnoyi yaxshi ko'raman deydi. Har yili deydi, men degan joyga baliq ovlash uchun boraman deydi. Men eshitdimki deydi, baliq chuvalchini yaxshi ko'rar ekan deydi. Men baliq tutgani ketayotganimda o'zim yaxshi ko'rgan qulupnoyi olmayman deydi. Baliq yaxshi ko'radigan chuvalchinni olaman deydi. Keyin boraman deydi, qarmoqqa chuvalchinni qo'yib, baliqdan so'rayman, "Buni tatib ko'rish xohlamaysanmi?" deyman deydi. Tushunasizmi? Juda yaxshi, zo'r hayotiy anaqalar bilan keltirib beradigan yaxshi kitob, Dale Carnegiening kitobi.